Jizzaxda 30 ming dollardan ko'proq pul ishlab topgan 18 yoshli bola 2 yilga qamaldi. Sababi u bu mablag'larni noqonuniy kripto ayirboshlash yo'li bilan qo'lga kiritgan deyilmoqda. Jizzax shahri Obod mahallasida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan fuqaro noqonuniy kripto aktivlar bilan shug'ullanib 300 milliondan ortiq pul aylantirganligi ma'lum bo'ldi. Uning ishi bugun sud zalida. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanishicha, ushbu shaxs o'ziga tegishli mobil telefon qurilmasi orqali kripto birjadan elektron hamyon ochgan hamda ushbu platforma orqali jami 317 million 514 ming 300 so'm miqdoridagi kripto aktivlarni sotib olish, ayirboshlash bo'yicha turli kelishuvlar tuzgan. Natijada O'zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan kripto aktivlar aylanmasi amalga oshirilgan. Mazkur holat bo'yicha tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan belgilangan tartibda protsessual hujjatlarni rasmiylashtirib, fuqaroga tegishli mobil telefon apparati ashyoviy dalil sifatida olingan. O'tkazilgan tergov harakatlari natijasida mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2025-yil 17-dekabr kuni Jinoyat ishlar bo'yicha Jizzax shahar sudi tomonidan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 prim 8-moddasi 3-qismi A bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan deb topildi. Ortimdagi daraxt hech qanaqa qurib qolganligi yo'q. Bu shunchaki o'zini bahorini kutyapti, ya'ni gullash vaqtini. Aynan shu daraxt kabi endi gullaydigan yoshga yetib kelgan bir yigit bugun panjara ortida. Unutmang, qonun ustuvor yurtimizda jazo muqarrar. Hech bir xato javobsiz qolmaydi. Tuloboboy Sulaymon Quvondiqov, Jizzax.